So'radilar, biz olib keldik. Jack M3'larimiz endi China Motors Qo'qon avtosalonida. Mashinalarimiz 2023-yilda hit darajada sotilgan va 2024-yil yarmida tugab qolgan edi. 2025-yil dekabrda biz buni qayta olib keldik. Mashinamizni qisqacha obzorga keladigan bo'lsak, motorlarda o'zgarish yo'q. 1.8 atmosferli sepli motorda bo'ladi. 134 ot kuchi bilan. Tashqi ko'rinishlarda ham deyarli o'zgarishlar yo'q. Balonlarga ko'radigan bo'lsak, quyma diskalarda 15 razmerli balonlarda bo'ladi. Mashinani interyeriga keladigan bo'lsak, bemalol ko'rishinglar mumkin. Ichki dizaynlarda ham o'zgarishlar yo'q. Sizlar bilan yurgizib ko'rsatamiz. Android monitor, elektr uslitilli rul, konditsioner va bunda shom datchiklari ham bor. O'zi avtomatik qorong'i kirsa svet yonadi. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi ham juda katta. Mana sidenalarning tashqarida ham katta joyi bor. Xohlasangiz yuklarni, xohlasangiz boshqa narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Va buni sidenasini yana bitta aytadigan tarafi bir qarashdan orqaga yotqizsa bo'ladi. Orqadagi yo'lovchilar bemalol yotib ketaveradi. Mashinamizda 8+1, ya'ni 8 ta yo'lovchi, bitta haydovchida joy bor. Bu degani 8 ta yo'lovchi bilan xohlagan joyga inja borsangiz bo'ladi. Bunda peravallarda ham ruxsati bor odam bilan o'tishga. Bu Jack M3 Plus eng full pozitsiyasi bo'ladi. Bu safar 3 ta pozitsiyada keldi. Ya'ni Jack M3 Comfort, Lux va One variantlaridir. Bu eng lyuks pozitsiyalar. Bularning farqi nimada deydigan bo'lsangiz, bunda quyma diskalari, monitorlari bor. Bundan oldin Comfort pozitsiyasida bular bo'lmaydi. Va narxlari bilan tanishtiradigan bo'lsak, yukli variant, ya'ni One variant 199 million so'm. Comfort pozitsiyasi, ya'ni ular oddiy kalpakda bo'ladi, monitorlari bo'lmaydi. Bu 201 million so'm. Bu eng lyuks pozitsiyasi 215 million 460 ming so'm. Mana sidenalari ancha keng, mana hozir o'zim o'tirib ko'rsatib beraman. O'rtasi mana bemalol oldinda joy bor. Uzoq yo'lga ham ayol charchatib qo'ymaydi. Va orqa tarafda ham ko'rsatib beraman. Orqa tarafi ham ancha keng. Prosta olib minish kerak. Mashinamizni naqd pulga yoki 25% boshlang'ich to'lov bilan avtokreditga olishingiz mumkin va boshlang'ich 60% to'lov bilan rassrochka xizmatimiz ham mavjud. To'lov ma'lumot olishga avtosalonlarimizga yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, o'zimiz chiroyli ma'lumotlarni beramiz.